Bo'ka tumanidagi 4-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan amaliy seminar tashkil etildi. Tadbirda tuman bo'yicha bir qator maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tarbiyachilari va mas'ul xodimlari ishtirok etishdi. Chirchiq davlat pedagogika universiteti bilan hamkorlikda o'tkazilgan seminarda fikrlashni boshqarish mohiyati, ularni ertak terapiya bilan uyg'unlashtirish imkoniyatlari hamda bolalarning anglash jarayonini faollashtirishda ushbu metodikaning o'rni haqida batafsil tushunchalar berildi. Ishtirokchilar amaliy mashg'ulotlar orqali ertak asosida rejalashtirish, bolalarning o'z faoliyatiga baho bera olishi, tahlil qilish, muammoni hal etish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha tajriba almashishdi. Bugungi kunda barchamizga ma'lumki, maktabgacha ta'lim tashkiloti va ulardagi tarbiyalanayotgan tarbiyalanuvchilarni har tomonlama yetuk shaxs qilib tarbiyalash aynan soha mutaxassislarining oldida turgan ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ertak terapiya texnologiyasi va u orqali metakognitiv ko'nikmalarni bolalarda qanday shakllantirish va ushbu texnologiyani qo'llash bo'yicha metodikalar amaliy holatda ko'rsatib o'tildi. O'ylaymizki, bu barcha soha mutaxassislari uchun samarali va faoliyatda kelgusida qo'llaydigan ijobiy texnologiyalar biriga aylanadi. Shuningdek, mashg'ulot ssenariylarini ertak terapiya elementlari bilan boyitish, bolalarda kreativ fikrlashni o'stirish hamda o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etishning innovatsion yondashuvlari ko'rsatib o'tildi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, fikrni boshqarishni erta yoshdan shakllantirish bolalarning keyingi ta'lim bosqichlaridagi muvaffaqiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Seminar ishtirokchilari mazkur metodikaning amaliyot uchun qulayligi va samaradorligini yuqori baholab, uni tarbiyaviy jarayonga tatbiq etish rejalari bilan o'rtoqlashdilar.